Şuna bir az kılaman aka. Bir yaxshi niyatda bir chiroyli az qilyapmiz. Ajoyib tarzda omadini bersin deb bir birodarimiz yana shu o'rtada gapirib yetmoqchiman. Bir oyna bor. Eshitdingmi? Bir oyna bor. Shu urra jugab kelyapti. Qayerda? Moskvada. Urra, Tojikiston, Lubo yerga jugalar. Mana ekranga fonli o'zining saytini qo'yamiz. O'zining versiyasini qo'yamiz, telefon nomerini ham ekranga yozamiz. Gapiraver. Yozamiz. Sizlarga birodarlar tavsiya qilaman, albatta bemalol jupni olib kelish necha tonna bo'lishidan qat'iy nazar ham arzon ekan. Qanchaga? Sening nomingdan gapsiz kelgan bir ekan. Kelsa. Endi u ana 100 rubl, 50 rubl deb o'tirmaymiz, necha rublda? Bilmayman, berakka qo'y. Qanchada? Men reklamam pullab, ol jupni qancha olib kelishini so'ramabman. Nechigadadik. Pulni olib jeyishni bilasiz. Jigalar gazini bosingizlar. Ekranda mana shu nomerga telefon qilasizlar. Ne so'm keladi bilmayman. Esimdan chiqadi. Mana shu akaning haligi suratini qo'yamiz. Mana shu ekranda surat. Polni bloglar reklama qilyapti, o'zimizning aka bo'ladi. Polni Instagram, TikTok, YouTube hammalaringizga omad tilayman. Jo'gingiz bo'lsa polni shu akani sizlarga gazini tavsiya bosing. Lekin nasan narxini so'ramabman. Qarashki. Pulni talab etdi, esimdan chiqdi.